Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan takrorlashlar tanasi tarkibida, ya'ni while takrorlashlar tanasida shartli konstruksiyalarni qo'llashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu vazifani bajarish uchun oddiygina bir dastur tuzib boshlaylik. Faraz qilaylik, bizga shunday bir funksiya kerakki, funksiyamiz ikkita parametrni qabul qilsin. Bitta parametrimiz qandaydir satr, ya'ni matn va ikkinchi parametrimiz biror bir harf. Shu harfning shu matnda necha marta uchrashini aniqlaydigan dastur tuzaylik. Const count char, ya'ni count char belgini sanash ma'nosida. Xo'p, endi bunga biz ikkita parametr beramiz. Bittasi str, ikkinchisi char. Xo'p, funksiyamizni endi tanasini tuzishni boshlaymiz. Buning uchun dastlab o'sha satrni ko'rib chiqish uchun 0-chi, 1-chi, 2-chi va hokazo bitta i o'zgaruvchi yaratamiz. O'tgan darsda aytgan edik, i bu hamma joyda shunday nomlanadi. Takrorlashda ishlatiladigan asosiy o'zgaruvchi shu. Keyin uchraganda o'sha belgi uni sanash uchun yana bitta o'zgaruvchi kerak. Keling uni count deb nomlaymiz. Count soni, miqdor ma'nosida. U ham dastlab 0 ga teng bo'lsin. Ana endi takrorlash tanamizni boshlaymiz toki i kichik str length, ya'ni toki i sekin-sekin ortib boraveradi va o'sha satrni uzunligidan kichik ekan, quyidagi ishlarni bajarishni buyuramiz. Ana endi bugungi mavzumizning asosiy qismiga yetib keldik, ya'ni takrorlashlar tanasining ichida shartli if konstruksiyasini ishlatamiz. Agar satrning i'inchi, ya'ni dastlab 0-chi, keyin 1-chi va hokazo belgisi teng bo'lsa charga, char bu biz yuborgan belgi, qidirilayotgan belgi. Mana shunday bo'lsa, u holda nima qilish kerak? Keling, bu yerda bajarilayotgan ishni yozib qo'yaylik. Mos keladigan belgilarni sanaymiz. Ya'ni mana shu joyda hozir agar i'inchi belgisi char bilan bir xil bo'lsa, biz yuqorida yaratgan count o'zgaruvchimizni bittaga oshirishni buyuramiz. Count teng bo'lsin count qo'shilgan 1 ga. Biz hali bu count teng count qo'shilgan 1 ni keyinchalik boshqacharoq, osonroq, qulayroq va tushunarliroq qilib yozamiz. Hozircha shunday ishlatamiz. Demak, agar i'inchi belgi char bilan bir xil bo'lsa, count bittaga oshadi. Ya'ni mos kelsa bittaga oshadi. Endi takrorlash tanasini ichida, lekin ifdan tashqarida i ni bittaga oshirishimiz kerak. I teng i plus 1. Demak, mana bu yerda agar shart to'g'ri kelsa count oshadi. Count oshsa ham, count oshmasa ham i lekin bittaga oshishi kerak. Shuning uchun buni if shartli konstruksiya ichida emas, undan tashqarida, lekin while ning ichida qo'ydik. Chunki agar buni bermasak, siklimiz, takrorlashlar cheksiz bo'lib qoladi. Ana endi sikldan tashqarida, ya'ni while dan tashqarida countni qaytarishni buyurishimiz qoldi. Return count. Xo'p, endi funksiyamizni ishlatib ko'raylik. Biror bir belgini yuboramiz, satrni. Aytaylik, men o'zimning ismimda K harfi nechtaligini sanamoqchiman. Demak, console.log funksiyamizning nomi count char.
va unga biz yuboramiz avval biror matnni va undan keyin char yuboramiz, ya'ni qandaydir belgi, izlanayotgan belgi. Keling A ni sanaylik. A. Ishlatib ko'ramiz. Uzr, mana bu yerda xato ketibdi. Launcher teng. Bu yerga emas. Mana shunday. Mana endi ishlatib ko'rganimizdan keyin ikkita mana Mamatqulov Ulug'bek satrida A harfi sanaldi, ikkita bor ekan. Hop, xuddi shunday boshqa harflarni ham sanab ko'rishimiz mumkin. Ish jarayoni xuddi shunday. Demak, satrda yuborilgan matn, charda belgi. I 0 ga teng, count 0 ga teng, toki I satr uzunligidan kichik ekan, o'sha indeksdagi satrni belgisi char bilan solishtiradi. Demak, avval 0-si solishtiriladi char bilan, keyin I bittaga oshadi birinchisi va hokazo oxirigacha solishtirilib bo'laveradi. Har safar solishtirilganda agar bular bir xil bo'lsa, ya'ni qaralayotgan indeksdagi belgi yuborilgan char bilan bir xil bo'lsa, count bittaga oshadi. Va oxirida hamma belgilar ko'rib yakunlangandan keyin while dan chiqiladi va return yordamida count shu funksiyaga murojaat kelgan joyga yuboriladi va console log yordamida chiqarib ko'rsatiladi. Keling, mavzumizni yaxshiroq tushunish uchun yana bitta dastur tuzib ko'ramiz. Biz hozir satrlar ustida amal bajaradigan dastur bajargan bo'lsak, endi sonlar ustida bir dastur tuzaylik. Berilgan songacha juft sonlarni sanash dasturini tuzaylik. Yoki umuman juft sonlar emas, aytilgan songa karrali, ya'ni 10 gacha bo'lgan 3 ga karrali sonlarni sanang, yoki 20 gacha bo'lgan 7 ga karrali sonlar nechta va hokazo shunday dastur tuzib ko'ramiz. Xo'p, const konstanta count number deb nomlaylik va unga biz ikkita parametr yuboramiz. Bittasi oxirgi son, last number, keyingisi qadam, ya'ni necha oshib boradi, step deb nomlasak menimcha bo'lar. Xo'p, ana endi funksiyamizda let I teng 1. O'ylab ko'ring, nima uchun 1 deb atayapman, qiymat beryapman, 0 emas. Va keyingisi let count teng 0. Bu tushunarli, ya'ni sanash uchun dastlab boshida 0 bo'ladi. Ana undan keyin while takrorlash tanamizni boshlaymiz. Sharti toki I kichik last numberdan, ya'ni I kichik emas, kichigi yoki teng last numberdan, ya'ni I last numberga yetib borguncha bitta-bitta oshib borishni xohlayapmiz. Ana endi buni tarkibida bitta if shartli konstruksiyasini ishlatamiz va unga shart sifatida I ni bo'lganda stepga teng bo'lsa 0 ga degan shartni qo'yamiz. Va agar shunday bo'lsa, nima qilish kerak? Countni bittaga oshirish kerak. Teng count qo'shilgan 1. Bo'ldi, shuni o'zi bitta-bitta oshirib boraveradi, mos kelganlarni qo'shilib boraveradi. Va while ni tarkibida if dan tashqarida avvalgi misolimizda ham ko'rdik, I ni bitta oshirishimiz kerak. I teng I plus 1. Aks holda sikl cheksiz bo'lib qoladi. Ana undan keyin oxirida takrorlashdan tashqarida funksiyaning ichida natijani qaytarish uchun return qo'yamiz. Backtickdan foydalanaylik. Last number aytaylik 10 bo'lsa, step 2 bo'lsa 10 gacha
2 ga karrali sonlar count'ta bor ekan deb to'liq chiqarishimiz mumkin. Demak, dollar figurali qaus last number sonigacha yana shunday step ga karrali sonlar nechtaligini endi count yordamida chiqaramiz. Count ta ekan. Xo'p, ana endi bu dasturimizni murojaat qilib konsol log yordamida count number funksiyamizga yuboramiz 10 va 2. 10 gacha bo'lgan sonlar ichida 2 ga karralilarni nechtaligini chiqarilishini xohlaymiz. Ishlatib ko'ramiz. 10 sonigacha 2 ga karrali sonlar 5 ta ekan. Agar xohlasak bularni chiqarishni ham tashkillashtirishimiz mumkin. O'zingiz bir o'ylab ko'ringchi, qanday holatda o'sha sonlarni chiqarilishi mumkin. Bularni chiqarish o'sha son mos kelgan holatda, ya'ni count bittaga oshirilgan zahoti shu yerni o'zida chiqarishni tashkil qilishimiz ham mumkin. Ya'ni count bittaga oshdi va o'sha paytdagi i'ni chiqarib ko'rsatilishini so'raymiz. Console log i yoki bo'lmasa i soni mos keladi degan chiroyli tarzda chiqarishimiz ham mumkin backtick yordamida. I soni mos keladi. Va ishlatib ko'rsak 2 soni mos keladi, 4 mos keladi, 6, 8, 10 soni mos keladi va hokazo. 10 sonigacha 2 ga karrali sonlar 5 ta ekan. Ana endi shu dasturimizni tuzishni boshlagan vaqt berilgan savolga qaytaylik. I ga bir qiymat berdik. Nima uchun 0 emas? 0 qiymatini qo'yib ishlatib ko'raylik, javobimiz chiqadi. 0 soni mos keladi dedi. Ya'ni 0 ni ham bu yerga aytaylik 0 ni 2 ga bo'lganda ham qoldiq 0. 0 ni ham just son sifatida olib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun biz i ni dastlab 1 ga teng deb olgan edik. Endi ishlatib ko'rsak, natijamiz biz kutganday bo'ladi. Boshqa misol ham berib ko'raylik. Aytaylik 18 gacha bo'lgan barcha sonlar orasida 4 ga karralilari qaysilar va soni nechtaligini so'raymiz. 4, 8, 12, 16. Demak 18 sonigacha 4 ga karrali sonlar 4 ta ekan. Endi bu dasturimizni agar tushungan bo'lsangiz, menimcha sizga hozir bermoqchi bo'lgan topshirig'im qiyinlik qilmaydi. Topshiriq shundayki, yuqorida hozir tuzgan dasturimizdagi mos keluvchi sonlarni yig'indisini hisoblash. Ya'ni berilgan songacha oraliqdagi berilgan songa karrali barcha sonlar yig'indisini hisoblovchi funksiya yarating. Ya'ni mana shu yerda hozir 18 dan 14 gacha bular 4, 8, 12, 16 bo'lgan bo'lsa, bu dasturimiz shularni chiqarib berdi va nechtaligini aytdi. Sizga berilayotgan topshiriq esa shu mos keladigan sonlarni yig'indisini hisoblash. Ya'ni 4, 8, 12, 16 sonlarining yig'indisini hisoblab, bu yerda necha chiqadi? 20, 40 chiqar ekan. 18 gacha bo'lgan sonlar orasida 4 ga karrali sonlarning yig'indisi 40 bo'ladi degan holatda javob chiqaradigan dastur tuzishga urinib ko'ring. Shuning bilan ushbu darsimiz yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.